Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan men yo'ldosh Dilshod. Fransiya play-offga chiqishga, Senegal esa birinchi o'rinni olishga kurashmoqda. Bugungi o'yinda do'stlar Chouameni to'pni oldirib qo'ydi Marnega. Marne Neni do'stlar Olisiga yutqazdi. Olisi zabalash juda kuchli. Olisi bitta gol do'stlar. Olisidan do'stlar juda zo'r gol urib qo'ydi. Qaranglar, bordi. Chap oyoqla tep qo'ydi. Asosan chap oyoqli o'ynayapti do'stlar. Chap oyoqli zarbalar juda kuchli bo'ladi do'stlar va qattiq chiqadi. O'ng oyoqli tepishlari esa sal zo'r chiqadi ham, faqat chap oyoqdagi yaxshi chiqadi. Qo'lda top Do'ye olib qo'ydi va Do'ye qaraqa va What an amazing save! The keeper just saved the team. Bunga Do'yega do'stlar va Awarded a free kick. They are setting up for a quick one. Carrying the ball forward. Fails to keep the ball. Beautiful through ball. Qo'ydi va Mbappeda to'p yaxshi zarba. Xo'sh, do'stlar, orqada bitta futbolchi o'ynayapti do'stlar. O'zi Kylian shu narsani o'ylab qo'ydi do'stlar. Yaxshi zarba edi. Orqada bir futbolchi bo'lganda Olisi o'ynaydi bilmayman. Ular do'stlar golni. Yaxshi Bruno do'stlar. Good play, one on one. Do'ye gol! Do'yedan do'stlar. O'zi mana shu daqiqalarda kutib turdi do'stlar. Mana shu daqiqalar juda kutib turdi do'stlar. Mana qaranglar mana. Mana tashladi, mana Do'yega tashladi, qaranglar mana. Do'yega tashladi. Do'yedan keldi. Do'ye esa udda emas, bol kuchi bilan zarba berdi do'stlar. There goes the ball. They score the ball. Orqasiga yetib esa. Dembele olib qo'ydi yaradan va Mbappe do'stlar. O'zini qo'ydi kameraga va Nicolas do'stlar tashiringa olib qo'ydi do'stlar. Offside do'stlar. Chunki Olisi asl toqib ketdi. Looking to create space. Natike Dembele to'pni tezlik bilan qo'ydi va Mbappe do'stlar bu fol yo'qon lekin Fransiya o'ynab ketdi va do'stlar qo'ndi. Tepishga urilmay qoldi do'stlar. Fails to keep the ball. Through ball. Might be able to get in behind the defence. Good play, one on one. Losing possession. What a good pass that is. Couldn't quite get them. This is a foul. Dembele to'pga o'ynamoqchi edi, lekin foul shatib qo'ydi. To'p o'tib ketgandan keyin They are setting up for a quick qo'ydi one. do'stlar. Losing possession. Chouameni do'stlar, Chouameni yaxshi. A through ball Mana attack. esa yaxshi Olisi do'stlar. Olisi xo'sh, o'zining zarbasini yo'llaydimi yo'qmi? Xo'sh. Gol Olisidan do'stlar. Gol. 8 gol. Kechirasiz do'stlar. Orqa fonga e'tibor beringlar. Va gol do'stlar, juda zo'r gol do'stlar. Fails to keep the ball. Do'stlar, The Kylian first half Mbappe is gol qildi over. va We are time looking forward to to'xtadi. an even better second half. Birinchi taym o'zini o'tkazdi va bizning mana birinchi golimizni Olisiga yetkazib berdi do'stlar. Mana do'stlar. Chap oyoqda urib qo'ydi. Aytdim do'stlar, chap oyoqdagi zarbalar juda kuchli edi. Ikkinchi gol namoyish etyapti. Ikkinchi gol esa Do'ye tomonidan, uchinchi gol esa kim? Do'ye esa uchinchi gol. Yo'q, uchinchi gol Olisi do'stlar. Birinchi gol ham Olisi, ikkinchi gol Do'ye, uchinchi gol esa ham Olisi do'stlar. Pressing Elitorga 46. Shot va torganlar 6-6 va 0-0. Free kick 3-0. Corner 0-0. Faul va offside'lar 3-1, 0-0. Paslar 17-13, 11-8 do'stlar.
Fransa'ya ko'proq paslar va va biz o'yinni boshlashga tayyormiz. Es Dori. Vaqtni Plenty to qoldirmaymiz. consider based on what we've seen. Cho'ming do'stlar, cho'ming top. Fransiya futbolchilari suv chop juda faol bo'lib ketdi endi. Mbappe o'zining yaxshi yurishini demoqchi edim va yana Dembele, Usmon Dembele yana to'p o'ynamoqchi edim. They are looking to Lekin create yana space. shart bo'ldi. Fails to keep the ball. Face to face Ha, with the Kıyameti to'xtat. Gol! Burchakdan do'stlar. Bugun Fransiya aniq playoffga chiqishga tayyor do'stlar, mana gol. Gol do'stlar. Juda gol. Katta gol urdi do'stlar. Aylanib turib bitta. Aylanib turib qo'ydi. carrying the ball Gol forward. yetdi. Tuzlik bilan ketyapti. Dispossessed. Lekin qanday qo'ydi. Keeping possession Bu nicely. apelga ketmoqchi edi. Carrying the ball forward. Good play, Good one on one. Might be able to get in behind the defence. Nikolas Jackson ketyapti. Orqaga hech kim qolmadi. Xo'sh, do'stlar, Nikolas Jackson. Needs some Gabriel improvement on Leskian shot uyumadi accuracy. lekin Valter agar qo'lga bo'lganda gol bo'lmoqchi edi. Building from the back. Nikolas Jackson kishki bor, bilasizlar do'stlar. Might be able to get Gol! Mbappe do'stlar! Mbappe, Kylian Mbappe do'stlar. He's lifted Bu the qanaqa ball bo'ladi with do'stlar? team Bu spirits. qanaqa bo'ladi do'stlar? Qani yurib qo'ydi qaydaman. Demole berdi va bitta chapa urib qo'ydi do'stlar mana. Vaqtda darvozani qaytaradigan joyga urib qo'ydi. To'shni do'stlar. Fails to keep 5 the gol ball. do'stlar. Senegal, Nice through ball. Fransiya o'ynadi. Good play, Vadim one on Bile. one. Boy do'stlar, Osman Dembele va gol! Osman Dembeledan! Juda zo'r gol bo'ldi do'stlar. Juda pozitsiyali mana qarang. Olisev yetkazib berdi Dembelega. Dembele esa to'xtatib, kim tepdi mana. Aylanib tepdi mana qarang. Va gol do'stlar. Bu ham darvozabonni chaqiradi, bu narsa ham aylanib tepish. To'xtat tepish kerak. Gol avval de tepdi do'stlar mana. O do'stlar, Losing o'tdi. possession. That's great defending. They're stopping that attack. Kim tepdi do'stlar mana. Losing possession. Va o'tqani Dembele Fails to keep do'stlar. the ball. Tchouaméni. Carrying the ball forward. Va do'stlar, oy do'stlar, mana endi tiqayotgan golni do'stlar, faqat kichik ketib qoldi, harakatda Mendy do'stlar. Trying to find Mendy. the target man. Mendy, voy do'stlar, Mbappe do'stlar, Kylian Mbappe'dan xo'sh, yaxshi, xo'sh do'stlar, do'stlar. Kylian Mbappe urushga tayyorlanmoqda. So we'll restart with that throw in. Just Dembele. cutting off the supply. To'pni oldirib qo'ydi bizga. Nice through ball. Mandion ichiga tepdi. Olisev to'pni olmoqchi edi, lekin Senegal futbolchilari to'pni qoldirib ketdi. Nega bilmadim. Uch chekildi. 9dan kesildi. Jahon chempionatida shunday. Va gol! Mbappe do'stlar, Mbappedan. Gol. Bugun hat-trick ham qilib qo'ydi do'stlar, Mbappe. Qayla mana Olisev yetkazib berdi. Va o'yin balgolarga jazza. Again. 5 do'stlar. Might be able to get in behind the defence. Opa do'stlar. Chouameni do'stlar, Chouameni'da to'p. A through ball attempt. Dembele, Mbappe. Xo'sh do'stlar, Mbappedan. Mbappe nima qiladi? Xo'sh. Opa, gol do'stlar. Referee has Va do'stlar, and we have a hakamning hushtagiga chalindi va biz play-offdamiz deyapti fransiyaliklar do'stlar. Bugungi o'yinni ko'rganlar va e'tibor berganlarga rahmat. No matter what, Ben the losing team score is quite a disappointment. Video ko'rganingiz uchun rahmat.